Emdikilik seyirimizde bizim aramızdaki kırındaşlarımızdan Muhammed Ataullah nesahnik teklif kılmakçı. Muhammed Ataullah özününki yakında tuturgen magisterlik makalesi boğan Xitayning devlet bexatarlik siyasetleri ve halkara stratejisi namlıq makalesi hakkında ve onu yazış jarayoni hakkında bizga so'zlab bermoqchi. Sahnaga marhamat. Assalamualaikum. Hurmatli arkadaşlar. Bundan sonra anlattığım ki yarattıkları için çok rahmet. Lekin Şiman magisterlik makaleminin temisi Xitayning yeni davr dövlət bexatarlik siyaseti ve xalqaro raqobat stratejisi. Bu temada sizlerle sözleş için kanda sözleş hakkında oylandım. İki xil şekilde bir senaryo aklımga geldi. Biri diksiya şeklinde sözler beriş, Xitayning yeni davr dövlət bexatarlik siyaseti ve raqobat stratejisini ilgili bir şekilde. Yoki bo'lmasa o'quvchi bo'lganligimiz uchun hammamizning orasida bu jarayonning qanday bo'lganligini qiziqish bor. Shunga o'quvchi qatorida bu temani qanday tanlaganligim, qanday bosqichlarni desib tamomlaganligimni hikoya qilib so'zlab berish. Shunga sizlar topilsanglar hikoya anlaysizlar, leksiya anlaysizlar. Leksiya anlaylar. Bunda olsa slaytındaki ihtiyaç yok çünkü slayt dissertasiya yapılışqa ait. Boğalık için onunla hikaye sözleş beklek maskilekte. Nasıl leksiya anlaydı? Xitayning yeni davr dövlət bexatarlik siyaseti hakkında to'xtalishdan avval Xitayninki dövlət bexatarlik tarixiga nazar solishni to'g'ri keldi. Çünkü Xitayninki bugünkü besip ötken jarayonda dövlət bexatarlik ahvolida davomli o'zgarish bo'lib turgan. Çünkü dövlət bexatarlik ahvoli deganimiz bir davlatniki juda tahdid ve o tahdidni betaraf qilish jarayoni. Dövlət bexatarlik siyosati deganimiz bir davlatniki mavjud bo'lib turishi uchun qo'llangan tadbirlar. Bir davlat xalqaro jamiyatda mavjud bo'lib turish uchun bir inson jamiyat mavjudligiga to'g'ri o'xshash yuluqqan tahdidlarni vaqti-vaqtida betaraf qilish kerak. Bu yuluqqan xatarlarni siyosat noktasida tanlab tahdid, xiris, kirsiz degandek shunda turlarga ayirib turib buni tadbir qo'llangan kerak. Bir davlatning mavjudligiga qarashgan masala tahdid deb qaralgan vaqtda davlatlar buni yo'qotish uchun ko'pincha kuch qo'llanadi. Ya'ni harbiy harakat qo'llanadi. Bununla murassa qilib o'tmaydi. Masalan, Türkiye Suriye'ye çıkan olsa, bunun şunu kuralayız ki, Türkiye'nin dövlət bexatarligi tehdit kurşudu. Oxşaydan Xitay, mesela Şarq Türkistan'da keng ko'lamda tutqun qilish harakatlarini olib qolgan bo'lsa, buni nuqul tashviqot bilan emas, yoki nuqul matbuot bilan emas, balki qurol kuchi bilan, taqchi, askar kuchi bilan olib qolgan bo'lsa, bu inakki Xitoy shu rayonda dövlət bexatarlik tahdidiga uchibdi deganni bildirdi. Bundan biz Xitoyning dövlət bexatarlik tarixini bir eslab o'taylik. Xitoy tarixda o'zini dunyoning markazi deb qaraydigan bir davlat. Xitoylar o'zini dunyoning markazi, boshqa kishilar bo'lsa dunyoninki cho'lisi deb qaraydi va Tanrı tarafidan bizga o'sha dunyoni boshqarish huquqi berilgan, boshqalar bo'lsa bizga ergashishi kerak deb qaraydi. Shuning uchun o'zini yolg'iz madaniyatli kishilar deb qaraydi, boshqa millatlarni bo'lsa yovvoyilar deb qaraydi. Bir millatninki madaniyatli bo'lish darajasi Xitoyga nisbatan, Xitoy tarixiga qaraganimizda Xitoy madaniyatiga bo'lgan yaqinligiga munosabatli.
Xitoy madaniyatiga qancha yaqin bo'lgan millatlar shuncha madaniyat deb qaralatdi, qancha yiroq bo'lgan millatlar shuncha yovvoyi deb qaralatdi. Shu davrlarda Xitoy masalan Angliyaning podshohi elchivatga vaqtida mendan ta'lim so'rab keldi. Men yo'l yurib berdim degandek shunda o'ylaydi masalan. Ordununki kütükleriga yozsama shunday yozadi, biz ularga marhamat qildik, yordam qildik degan shakllarda. Ammo Xitoyniki davlat bexatarlik ahvolida 1840-yilda zo'r bir burilish yuz berdi. 1840da Afyon urushi, Afyon urushi yuz berdi. Afyon urushida G'arb mustamlikachilar Angliya boshliq qo'zg'agan bir urush. Bu urushda Xitoyniki haybsiz sundi. Çünkü tunji qatim Xitoy davlati dengizdan keladigan bir tahdidga yo'liqdi. Bunun oldida Xitoylarniki an'anaviy davlat bexatarlik qarshida nima bor desa, butun tahdid shimoldan g'arbdan keladi deydi. U shimol g'arbligini Mo'g'ullar bilan biz O'rta Osiyo shulardan keldi deb qaraydi. Shunga ularniki butun mudofaa tayyorligi quruqlikqa markazlashgan. Sadichin sepili. Onun başka Xitoyniki armiyasi shu. Quruqlik markazidagi armiyasi deniz markazidagi emas. Shunga tunji qatim denizdan keladigan bir tahdidga duch keldi. Bu tahdidga yo'liqqanda uni taqobil turolmadi. Kiyimlarni top o'qlarini ko'rgandan keyin ular hayron qoldi. Başta bularni jingiltimiz deb qo'yildi, ammo jingillardan keyin Xitoylarda bir o'zini tuvan ko'rish shakllandi. Şuna 1840'dan 1952 bo'lgan jarayonda Xitoyda qo'llangan 100 yil deb ataydi. Biz qo'yanjani kinoga vaqtimizda bu xil to'g'rini taklif qilmaymiz. Jumhuriyatlar shahrining kasal ko'pisi emas. Yangiat asli kasal ko'pisi bo'lib qolganligiga qartilgan bir inqiroj. Bu xil ahvol 1840'dan o'zgardi deganimizda 1840'dan keyin Xitoy davlati tashqi kuchlarning hujumiga kurashga boshladi. Denizdan tahdidga yo'liqdi, o'zining milliy rolini sundurdi. Shundan boshlab Xitoy millatchilardan Xitoyni qaytadan qudratga qo'yish orzusi boshqa tarafga chiqdi. Shunga mayli shundan keyin 1911'da Çınqlarısı Abdurrahman'dan keyin Şinxay inqilobidan keyin Junxo Mingo qurildi. Junxo Mingoni qurgan Gomindan bo'lsin, 49'da Junxo Xalq Cumhuriyatini qurgan kommunistlar bo'lsin, hammasi Xitoy millatchilari. Farq faqatlam biri kapitalizm, demokratiya bilan Cumhuriyatni qudratga qo'yish, yana biri kommunizm, sotsializm bilan Cumhuriyatni qudratga qo'yish. Ammo hech qanday millatchilikda hech qanday farq yo'q. Sınıflarındaki zeminiga varislik qilishda, masalan, Sharq Turkiston, Tibet yerlik zeminlarning mustaqilligini rad qilishda, qanday qilib uni tutib qilishda o'xshash fikrda. Shuning 1840'da boshlangan bu jarayon 1952 vaqtda yana bir o'zgarish hosil bo'ldi. Xitoyning davlat bexatarlik ahvoli 1949 kelganda yana bir vaqt tushdi. Çünkü 1940'dan 1952 bo'lgan jarayon ichki urush, ichki parchalanish, tashqi jihatdan estimalish degandek kelishimdan tuzish degandek jarayonlar bilan davom qildi. 1949'da Xitoy davlati 100 yildan buyon qayta birlikka keldi. Xitoy O'zbekistonda birlikka keldi. Bizdagi maydonning O'zbekistonda Çınqları'dan ayrılıp müstakil buluş yolu menvattan Şarkı Türkistan Tibet'e kaydı desildi. Şundan 49. yıl Xitoyning davlat bexatarlik ahvolidan çok o'zgarish bo'ldi. Denizdan keladigan tahdid asosiy o'rinni egalladi. Chunki 49'da Xitoy davlati qurgandan keyin bu Sovet bilan ittifoq tuzdi, tunji bo'ldi. 1951'da Xitoy bilan Soğuk Okyanusu'da kilişim tuzuldu. Bu kilişimde asasen Xitoy yeni quruqlikdan o'zini bexatarlik qilgan bo'ldi. Ammo tahdid yana denizdan keladi, chunki Amerika Tayvanni qo'llash uchun ayollarga yaratgan va Yaponiya, Koreyaga Amerikaga taslim bo'lgan
Demek Irak Şerif'indeki vaziyeti Amerika'nın kontrolü değil. 1950'den keyin 1970'lerce bu vaziyet davamlaştı. Ama 1955'te Xruşov'daki taxtga chiqishi, Stalinning yurishi, Mao bilan bularning chiqish massalasi boshlanib, Sovet ittifoqi bilan Xitoy orasida yiriklashish ko'rishga boshladi. Bu vaziyat 1969 kelganda yomonlashib, hatto bizniki bo'lja Mongoliya chegaralarida Xitoy Rossiya urushga o'tdi. Bundan bir vaziyette Amerika bilan Xitoy yakınlaşışga başladı. Aslında bu jarayonda nurg'un ichki masalalar var. Biz böyle bir qator nuqtadan qaraganligimiz uchun bunga muqovat topilishimizga hojat yo'q, bir var. Şu devirler soğuk münasebetler oluşup olmak için 1945'ten başlap dünya soğuk münasebetler oluşup bitirken bu soğuk münasebetler oluşuya Zirnalarda Sovyet bilen Amerika oturusunu yüzleyen. Bu mezgilde bayanda ötkendek Xitay Sovyet tarafı tutan ama 1960'ların ahırda Xitay Sovyet münasebeti bozuluşuna geçip Amerika Xitay'ını Sovyet'ten ayrılış stratejisi kullandı. Bunun için Mao Zedong'u Sovyet'in kıldıran tehditinki Amerika'dan kıldıran tehditin tekrar evir ikenlikini sıkılmışlar. Dolduğunda Amerika'dan yaklaşımını istiyor. Sonradan 1970'lerde Amerika Xitay münasebeti kurullaştı. Sovyet'le Xitay'dan ayrılış stratejisi yolculuğu. Bunun Xitay'ın biz devlet bir xatarlık yapmalı yani bir öldürüşü oldu. Hayatın deniz taraf bir xatar oldu. Stromluk taraf yine Xitay merkeziyle geldi. Amerika'nın 1978'de Xitay'ın eski sınıfına durmuş oldu. 1978'de biz psikolojinin anlatılan getler Xitay Cumhuriyet Sosyalizm ismi aslında aslındaki komünizm, sosyalizmden vazgeçip pazar ilgili kapitalizm var. Buna bir parçadaki devlet kapitalizmine kapattılar. Devlet kapitalizmi öldü. Bunun bu öteşte Mao'nun ölümü Deng Xiaoping'e Kaydike'den tahtı çıkıp Xitay'ın idare kılışına başlayışı Türkiye'de rol oynadı. Şundan 1980'lerden başlayıp Xitay'da iktisatlı güllendiriş, kötü zamanı ulaştırış katarlı hareketler devlet yönetimleri siyasının muhim kalkülüne şekillendirişine başladı. Çünkü iktisat hala çaldı gelirken, ideolojiye bölgenliken, toplumsal insanlar işlerine soğanlıken, Xitay Kompartiyası'ndan hakimiyeti tasarrufları ilişki birden böyle yani yüzde iktisatını canlandırır. Kişilerin kimlik tutun, okulu toplulur. Bunlardan bir şey var. Bu şu nişanlamalar için küçük. Ama Xitay'ın devlet yönetimleri vaziyetinden tragedilik, yani komedilik bir özgürlük 1989'larda. Çünkü içki islahatının tesiriyle hukukçularla can kirip, hakikaten 86. yıldan başlayıp namayış kılışına başladı. Bu namayış 89'a geldiğinde Tiananmen idiler Xitay Kompartiyası'nı doğumlu. Aylarca namayış kılışına vardı. Xalqaro vaziyatni bozan Şarkı Avrupa'daki komünizm devletleri kendi mollab edip 91'e gelgende Soğuk İttifakı'nın parçalanıp gitti. Bunun bilen Xitay'ınki hakimiyet bir xatarlik, devlet bir xatarlik emas. Hakimiyet bir xatarlikka agar tahdid qo'shildi. Shuning bilan 90'lı yillardan başlap Xitoyda devlet bir xatarlikka qaraganda rejim, yani hakimiyet bir xatarlik asas olunmakta. Yani Xitoy 90'lı yillardan başlap tarixida en bir xatar halda kirdi devlet bir xatarlik noktasıdır, devlet müdafiye noktasıdır. Çünkü şimaldaki büyük Rusya
parçalandı, acizledi. Soğuk ittifakı başlandı. Rusya qaytadan işçi öz işi bilen kaldı. Şerefli bolsa Amerika Xitoyga tahdiddi, ammo mudohala qilish, hujum qilish darajasida emasdi, faqat Xitoyni cheklash shaklida davom qildi. Unda bo'lgandagi Xitoydagi eng chong tahdid ichki muhimlik bo'ldi. Bu xil vaziyat hozirgacha o'zgargani yo'q, ammo qisman o'zgarish bo'ldi. Hozirgacha Xitoyda asosiy Xitoylik tahdidi kishidan kelyapti. 90 yıllardan keyin taki 2010'largacha, 2013'gacha Xi Jinping tarafı chiqishgan Xitoydagi asosiy masala iqtisodni jonlantirish, muqimlikni saqlash, tashqi jihatdan yumshoq bo'lish, ichki jihatdan muqimlikni saqlagan asosda yana yumshoq bo'lish. Bu xil siyosatni ilib bordi. Ama 2007'lerden başlap Xitoycha sosyalizmdan, Cumhuriyet sosyalizmdan yeni devre getirgenligi hakkında sözler çıkıp başladı. Bunu kursunda oturulgan. Bu gap 2013 degende Xi Jinping tarafından to'liq hukukundan Xitoycha sosyalizmga yeni davrga kirdi deb chiqdi. Şunun başlap hozirgacha 2013'ten başlap hozirgacha Xitoyning butun videolarda, taratqularda Xitoycha sosyalizmga yeni davrga kirganligi ta'kidlanmoqda. Demakki maqolamniki kimsimi dal shu. Xitoyning yeni davr davlat diktatorlik siyosati va xalqaro hamkorlikda ana bu yeni davrda zaten yenidir nima? Bunun konu devrelerden doğan olaydınlık nima? Böyle konu devre degende 2013'ten bugünkü devre degende. Çünkü Xitoy'ningki tarixini, Komünist Xitoyning tarixini umuman ichkiga bölüp tushundirish umumlashgan bir qarash. İnqilob devri, Mao Zedong devri desak burada 49'dan 78'gacha bo'lgan jarayon. Yeni bir islahat geçiriş devri. 78'den 2010'larda belki hazırlarca buluttan jarayon. Ama 2013'ten keyin bu Xi Jinping tatbiq chiqqandan keyin Xitoy tashqi siyosatda Trumpga qaraganda mutahamlashdi. Ichki siyosatda qattiq qo'llashdi. Bunda bo'lgandan keyin tadqiqotchilar Xitoyda bir devr o'zgardimi degan savolni qo'yishga boshladi. Ya'ni devr o'zgardimi degan gap Deng Xiaoping boshlagan islohot o'tish davri oxirlashdimi? Xitoy yeni bir davrga kirdimi degan savol chiqishga boshladi. Ben maqolamning temasini shunga javob topishdim. Xitoyning yeni davr davlat siyosatida bekitgan. Endi bu yeni davrda Xitoyda qanday o'zgarishlar bo'ldi desa, Xitoy 78'den başlap bu Jiangxin'in hücum davrlarında hayatı iqtisadi jihatdan gündemde. Ama shuncha iqtisodiy buzilishga qaramay, tashqi jihatdan muloyim bir siyosat qo'llanishni asos qildi. Hech qachon Amerikaga uch qashqari janglar qilmagan. Davomli tuvan bir muqomni to'lab keldi. Shuning bilan g'arb davlatlarimiz, bo'lib Amerika qatorli davlatlar Xitoyni xalqaro jamiyatga qo'shib olmaydi. Bunu bu sistemde erzaz kılıp, eğleşki kendilerinde oylap güçlem oldu. Ama Xi Jinping çıkandan keyin bütün tahminler hata çıktı. Perezde hata çıktı. Xitoy demokratik emas, muhtemetiş taraflandı. Başka cihette dünyada hırs kılıçka başladı. Şunun tashqi siyosatda texmo muttaham, ichki siyosatda texmo qattiq qo'l mustabid bir vaziyat shakllandi. Endi Xitoyniki bu yeni davrda o'zgargan narsa nima deganda, men buning uchun asosli 3 narsani o'tirib qo'ydim. Buning biri
Xitayning davlat bexatarlik qaror edish mexanizmidagi o'zgarish. Xitoy 1978'dan bu yan kollektiv karar ediş mexanizmi yo'l qo'yib kelgan. Birisler Merkezi Komitesi siyasi büro. Böyle 7-8 kişi birlikte karar çıkarttı. Gerçi başkanı gibi yapılsın, lekin şu lafızda ben məsləhət mexanizm varken, hem kollektiv mesuliyet düzüm varken, karar kollektivlerin olgandaki mesuliyetini tutuyanlardı. Ama Xi Jinping təxti çıxandan keyin davlat bexatarlik karar ediş mexanizmini yenidən qayta tərtib saldı. Şununla Gojiya en çok region koydu. 2014 yılında kurup çıkıldı. Bunu Xitay 90'lı yıllardan başlayıp arzulayıp gelgen bozulma, Jiangxi'nin arzulayıp gelgen bozulma, Hojintao arzulayıp gelgen bozulma hemen aşıramamalı. Demişler, Mao'nun devrinden kapkalan endişe, hukukun bir adım tutup koysak kilip çıkılan ayrı zor kıymetler, Mao'nun Xuda kıymetlerliği için birinci olsun politik karar edişine tekligen ve adamın çok oluşuna sökken. Şuna içki birlik saklayanmalar. Şuna bunu Jiangxi'nin Hojintao arzu kılgan olsun emelge aşırıyor. Ama Xi Jinping bunu emelge aşırıyor. 2014 emelge aşırıyor. Bütün devletin ministerliklerine, tarmaklarına, armiyenine, sakçı kısmı hemine devlet bexatarlik komitesiga yig'di ve üzerine o komitenin başlıkları tayinledi. Bütün karar ve hukuk Xi Jinping'in merkezleşti. Bu Xitoydagi qaralish mexanizmidagi o'zgarish, cho'ng o'zgarish ham devlet bexatarlik siyosatiga nisbatan ikkinchi bir ideologiya jihatida o'zgarish. Xitoy qaytadan Marksizm ideyasini qaytadan ko'tarib chiqdi, Xi Jinping taxtga chiqqandan keyin. Hem bunu Xitoy millatchilik bilan birlashtirib, texmo ilgari surdi. 79'dan keyingi jarayonda ideologiya jihatdan biraz dushigan iqtisodiy taraqqiyot oldingi planga qo'yilgan. Xitoy millatchiligi ba'zi davlatlar bilan tashviq qilinib, ba'zi davlatlar bilan cheklangan. Ama Xi Jinping buni kuchab bozorga soldi. Buni millət adida Xi Jinpingning yeni davr Xitoy sotsializm ideyasi. Bunun hazır Xitoyda bütün narsalarga yeni davrchisi bor, yana Xi Jinping'si bor. Davlat bexatarlik siyosati olsun, iqtisodiy siyaset olsun, hammada yeni davr Xitoy sosyalizmi, Xi Jinping'in yeni davr ideyasi o'tirib bu ideologiya jihatdagi burilish. Aslida xalqaro jamiyatga ulug'ma Amerika Yevropaniki kutini bo'ylasdi. Ular iqtisod taraqqiy qilgandan keyin o'rta sinf kuchaygandan keyin Xitoy Koreyaga o'xshash, Tayvanga o'xshash, Malayziya, Indoneziyaga o'xshash, Turkiyaga o'xshash tadrijiy demokratiyalashib degan arzusu vardı, bu neticesi vardı, bu eksik çıktı. Xitoy Tayvan'ın, Kore'ninki demokratiyaga o'tgan chog'dagi GDP'sini eshib ketdi, ammo demokratiyaga o'tdi. Yani bu ideologiya jihatdagi burilish. Ondan keyin uchinchi qilib navbatga qo'ygan narsa Sharq Turkistondagi ijtimoiy madaniyat. Bu Xitoyniki yeni davr davlat bexatarlik siyosatidagi en çok köylerdeki özgürlükler olaylar çünkü Recep Tayyip'in bütün kullanıları, hükümetlerin ülkesi uygulamasında siyasi bozma, uzunluğunu tutup siyasi bozma ama Xi Jinping olanda kılanmadan. Bu kadar radikal özgürlük Xi Jinping devreden arkadaşlar. Bunu Xitay'ınki umumi devlet ahvalına hazırlığa baktığımızda bununki ayrım heyran kalarlık endiştikini bayqaymiz. Çünkü umumi siyaset noktaları beklemekte Xitay'dan şundan bir siyasi yönelişli özgürlük kelip çıktı. Onun toplum halkalar
sözler toplumundayız. Hem de Xitay'ın ki muşu halde kilişkiğine sebep oluyor. Diğer mesele gelsek, ben iki noktadan yakınlar çıktım. Biri, Xitay çıktığından onda yaptığım yerden eşit dünyanın ikinci en çok iktisadi küçük aylandı. Bu giderlik Xitay'ın üzülü olan işlemcisi açtı. Bununla Xitay milliyetçiliğinin ki Xitay Komünist Partisi'nin hamliyede kadar aşırış için milliyetçilikle vasıflarını kullanmalı ve hatarlı anlamlarla koşu kalmakımızda Xitay'da şovinizm, milliyetçilik baş götürdü. Şundan bunların üzülü olan işlemcisi açtı. Tarihte Tunca hükümetlerin günden birine hesaplanmağında uzun devamlı tespit etken tükettikler böyleydi. Aşı ölçümüne gerekliler paylaşan oldu. Şunun bundan üzülü işlemcisi açkandayken şuna dadı kademeleşme başladı. Bu bir. İkinci bir terde Xitay 2010'lardan keyin 69'dan bu yana en çok tehditini istemeye başladı. Çünkü Xitay küçeygen sıra Amerika'nınki, Avrupa'nınki bayan ederken Xitay hakkındaki tasavvurları hata çıkan sıra buna çok başladı. Şundan bu hem içki cihetten hem taşkı cihetten hakimiyetli olan bir tehditimiz kıldı. Bu tehditin kandan bir taraf kılışını bilenmeyenlik için şunu faaliyetlerde bire ilizperslik, yeni bire katı kolluk olmuştu başladı. Çünkü siyasette bir hükümetin ki halkayı güç işletişine başlamalıdır, bunun siyasi cihetinden bu bulamalıdır. Çünkü bir hükümet kanunluğunu sağlamaktan müddetçe halkayı güç işletişine mecbur olmaydı. Halkayı güç işletişine başladı diyen o kanunluğunu yukarıda diyen kanunluğunu yukarıda fakat konular mevcut duralıydı. Başka kaldışı yok. Bu tür şartlı devletlerine alınma şu. Ben müzik ki Xitay hem güçlendirmek için hem tehdit istikralık için beraberlik siyasetiyle ve bize özgürüş. Asıl kısmı mecburunda değil, belki özgürüş oldu. Ona olmazsa rehber, düşüp kaldı, sual olsa cevap versin bunu. Bu layıkı monitör, bizim vatanındaki coğrafyanın ornu Xitay'daki aldığı spekülist takipçisi için internet'in Koruluk'un mağdurdan duyularındaki hemisi diğerleri bizim vatanındaki tutulan bu ağaç. Şuna bu yöndeki bir xatarlıki Xitay'dan hakimiyeti için internet'in mühim bu ağaç. Xitay hükümeti 2014'ten başlap bizim vatanındaki olan tunuşunda kaydedildi. Birikti. Merkezde Türkmen çıkartının Naksus Şincan kısmeti yerine geçildi. Bu yıllarda video çıkartmasını Şincan'ın emirliği, ebedi muhumdatının dönem bir xatarlık. Menfaat üçün zürür ikenligi. Bu yerdeki muhumsuzluğun dönem bir xatarlık tahdid ikenligi kırılıp durdu. Yani bu iki kısımda geçilen yıllarda Demirlerin bilgilerindeki biz lagerlardaki emniyetliğin kürelerimiz. Yani mesela Uygurlardaki yaşlılarını, carilerine, cemiyetteki tesir kişilerine yurt dışında inşaat kılganlıkıdır. Yani bu yerdeki içki planındaki ne kadar rezilliğini görebiliriz ama bunumuz talep olan mesela bayda bölgenler üzülü olan işleyişten bölgen üzülü hikayenin tehditinki zorluklarını.
Çünkü Biden'ın Amerika'nınki Avrupa'nın Xitayga bo'lgan tasavvuri xato chiqdi. Demak, ular hozir strategiyada qayta tuzyapti degan. Unda bo'lgandan keyin Afg'onistonda Amerikanist bor. Shunda bor. Mongoliyada Amerikaning bazasi bor. Sharqiy dengizda Amerikaniki qo'shinlar bor. Shuni Xitoy o'zini davomli muhasir his qiladi. Bu muhasirni davom qilgan sharoitda bizga o'xshash kishilarni, Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarni o'ziga ta'bir his qiladi. Bu burundan davomlashib kelgan bo'lsa-mu, Xi Jinping davrida kelganda bu kuchaydi. Shuning uchun bu siyosatni qo'llandi. Qarsak, boshda Jiang Zemin keldi. Bu bir qattiqdan bo'lgandan keyin buni Xi Jinping muvaffaq bo'ldi deb qaraladi. Tehe yeterli qilolmadim deb qo'yildi. Shundan Chimpenbuni qaytib keltirdi. Shundan merkezning siyosati bo'lganligida Uyg'urlarningki shu zamondan yo'q bo'lishini, güçlüğün tehdidini yok qilishni nasib qiladi. Assalomu alaykum. Oldin qisqacha o'zimizning maqolasimizga qo'shilganligimiz uchun ko'p rahmat. Ikkinchidan, sizda bir o'quvchining bizning dushmanimiz bo'lgan tarixiy dushmanimizni qilib, ashuna siyosatlarni tadqiq qilib chiqqaningiz uchun yana bir ayrim rahmat aytaman. Bu ko'p o'quvchilarimiz bor, vatgan qarindoshlар bor, lekin bunda bir kengini tutib men o'tirib ko'rmadim. Bo'lsin balki müşüründür. Üçüncüsü, Xitoyninki o'sha davlat qadrlik siyosatida Huawei, Alibaba cho'ng shirkatlar, masalan, o'sha Amerika bilan Kanadadan so'qishda eng önemli bir nuqta chiqdi. Davlat qadrlik siyosatida o'sha Xitoyning cho'ng korxonalarininki qanday ilişkisi bor? Bu asli Nursulton'un yeni bir mavzusi, xalqaro haber stratejisi. Vaqt yeterli bo'lgan bo'lsa, uni keladi. Sual so'rovga javob beraylik. Xitoyniki cho'ng korxonalarning hammasi Xitoyning davlat qadrlik tarmoqlarida ishlaydi. Ulardan yaqin munosabati bor. Chunki Xitoydagi bir davlatda bizning odatda avtobus bekatlarning partiya yachisi bo'ladi. Shunday bor. Partiya yachisi bo'lmagan hech bir narsa bo'lmaydi. Hatto xususiy shirkatlarni, masalan, Armanga o'xshash azroq kuchaygandan keyin ham cho'qim bir partiya yachisi qurish kerak o'z ichida. Böyle çoğun partiyalarının maaşını bozma şu çekiliş gerek. Onda oğandaki Huawei Xitoy'daki en çok istihbarat uğurlaş şirketi. Ondan başka Xitoy'daki Tencent, çoğun gruplar, Alibaba, bunun hepsinin Xitoy'ın davlat qadrlik tarmoqlaridan münasebeti var. Bunu şu keyingi bir qancha yilda Amerika tunib ketdi. Chunki Amerika maktablari, Amerikaningki nurg'un sohalari Xitoydan yordam olgan. Bu yordamni aslida maktab shaklida universitetlar qilib, tijoratchilar qilib bergan bo'lsa-mu, ammo buniki bir kuchi Xitoyning davlat qadrlik tarmoqlariga tutashgan. Buni boshqa Amerika hech qo'llanmagan. Chunki Amerika deganimizmi, bir Amerikamiz. Bizga qarmoqqa turtganda onun ichida necha Amerika bor. Onun ichida Xitoyga yaqin, Xitoydan foyda ko'rgan Amerika bor, Xitoyga qarshi tahdid qilgan Amerika bor. Shuni davlatningki tadbirlar o'ylash qatlamida kimning gapining gap bo'lishi qarab siyosat yurgizdi. Bu chaqsa Xitoy bilan yaqin munosabatni saqlash tarafdorlar imidbeshli bo'lgach, tahdid haqida bilgan gaplarni tahdid nazariyasi suiqasd nazariyasida turib, uni kuchaytirib, bizninki munosabatlarni davomlashtiradi. Endi umumyuzli xatar hamma tarafga qaraganda o'tirroq, badanni qoplab tunilganda, inkor qilmaganda, bularni buni so'zlashga boshladi. Ammo 3-chi dunyoda islom davlatlarida yana buni taxir Amerikaning Xitoy qarshi siyosati ustida tushuntirgan xohish mavjud. Ammo amaliyotda Huawei'ninki, Tencent'ninki, Alibaba qatorliq shu cho'ng shirkatlarniki Xitoy davlat qadrlik tarmoqlariga ishlaydiganligi, uninki bu jihatda butun Xitoy xalqininki Xitoydan emas, chet eldan o'qish yo'lini monopol qilish va ta'minlashda
İnternetin dolayı kalıp iyi. Number soal var. Siz vatandagi suhbatda uyg'urlarniki suhbatlanishi Xitoy bexatarlik uchun hamda vatandagi uyg'urlar haqiqatan Xitoyga xatarlik bo'lgan vaqtda uyg'urlar Xitoyga tahdid. Ammo masalan uyg'urlar hozir haqiqatan xatarlik bo'lgan uyg'urlarniki qo'lida masalan bir davlatning bexatarligiga tahdid deb kelganidek haqiqatan uyg'urlarning qo'lida tümünün bir parçası var mı mesela? Mesela hazır bir pichakni misol alsak uyg'urlar bo'yida hozir pichakni aşağısa bakalım. Muşlar holatda haqiqatan davlatga xatar keladi yoki bo'lmasa bu bexatarlik bahonisida uyg'urlarni ustun qilish bor. Pichaksan Güzel bir sual. Daha da çıkmış bir sual. Bu yerde sizde kan sualın çıkı noktanın çıkışını sualım da tümünü lan. Ben bu uyg'urlarni ustun qilishni shaxsan bo'lsa irqiy qirg'inchilik deb o'ylayman. Boshqalar bilan mana lekin shu shuni irqiy qirg'inchilik deb tushunishimiz kerak. Bu yoki bu Xitoylarniki o'zi devorgan bexatarlik masalasi. Chunki xalqarodagi davlat bexatarlik tushunchasiga haqiqatan mos keladigan yani bexatarlik yoki bu bahoni shuni Algılan irqiy qirg'inchilik ekanligi aniq, bunga shak yo'q. Lekin har qanday bir irqiy qirg'inchilikning sababi bo'ladi. Davlat bexatarlikni irqiy qirg'inchilik qilsa durust deydigan hech qanday xalqaro qonun yo'q. Shuning uchun uning Xitoyning davlat bexatarlik manfaati uchun qilinganligi uning irqiy qirg'inchilikni inkor qilmaydi va to'g'riligini talab qilmaydi. Davlat bexatarlik manfaati uchun bo'lishi dini topluluş için buluşu, lezzet için buluşu, her xil sebeplerden buluşu mümkün ama irqiy qirg'inchilik jinoyat. Ama noktayı nazarını münazara qilishimizga bo'ldi. Bu Xitoy davlat bexatarlik uchun tahdid deb qaraganlik uchun Uyg'urlarni yo'qotmoqchimi? Yoki xalqaro vaziyatda Daesh 2016 dunyoga musulmonlarni islomni rasmiy set köştür, dünya miqyosida İslam'a karşı reaksiya yüz bergan bir davrda fursatni chin tutib, Amerika, Iroq, Afg'onistonda terrorga qarshi urush qilmada paqqaq qilib, Obamadan keyin Amerikada chet elga askar chiqarmaslik shuarlari to'linib, haqni ishg'ollashgacha o'zimizning uyni yaxshi tutsak bo'lmadi deganlarning ovozi yuqorilashiga ergishib, Xitoy shuning bilan Uyg'urlarni yo'qotishning tarixiy prosti katta. Amerika aralashmaydigan o'xshaydi. Chunki Iroq Afg'onistonda chiqib ketadigan qolgan yerda bana kirmez. Lekin bular musulmon bo'lganligidan Uyg'urlar buni ham buning ba'zi a'zolari Afg'oniston, Suriyada yurgandiki, shunga bog'lab turib men bularni bir joylamayman deb o'yladim. Bu masalan munozara qilishga izlanishga arziydi. Menimcha har ikkisi bor. Chunki tahdidda his qilgan taqdirdami, agar u o'ziga ishonmasa, tahdidda his qilgan taqdirdami, agar shunda sinmasdan keladigan ziyon desang, buni yo'qotishga qaraganda arziydi deb qaramasa, u yana o tadbirni qo'llanmaydi. Shundan gap. Aslida bizniki Xitoylarning o'lchog'imiz bor. Chet elda turibmiz bor. Ammo yana bizni tutib olyapmiz. Nimishqa? Chunki biz boshqalarning davlatga yashayotganimiz, bu yerdan qonunga rioya qilishimiz kerak. Bu yerga kelgan Xitoy bu davlatning vizasini bergan ekan, bu davlat unga panohlab bergan bo'ldi. Shunday bu. Undan keyin biz uni chekilsak, o'chaqda biz Xitoyga qarshi bo'lmaymiz, o'zimiz turadigan davlatga hurmatsizlik qilamiz. Demak, kuchimiz yetmaganligi uchun muvaffaq yuzini betaraf qilganligimiz uchun duo qilyapmiz, medialarni so'zlayapmiz, namoyishlar qilyapmiz. Shunday bu. Shunga bir necha ikkisi bor. Biri fursat keldi deb qaradi, biri tahdid
his qildi. Shuning bilan bu siyosatni yo'l qo'ydi. Kardeşimiz Muhammed Atalallah'a rahmet. Kardeşimizdeki bu akşam soğuğumuzu takdim kılış için Ustazımız Doktor Abdurrahman Cemal'ın sahneye takdim.